Shunaqa qaytmayotgan bo'laman. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarib, qanaqa O'zbekiston o'g'lonlarini ko'rsatish uchun-ki. Shuning uchun sizlarga shu videoni qo'yayman. Tarqatib, rahbariyatdan, sudiyadan, O'zbekiston prezidentimdan iltimos qilib qolaman. Qamoq bilan bo'lmagan jazo qilib berishlaringizni, o'sha joyga qoldirishlaringizni xohlayman. Hattoki jangning vaqti 9:30-9 ga o'yga bo'ldim. Men farzandlarimni yo'nayaman. Men undan xursandman. Sizlardan iltimos qilib qolaman, hamma blogerlardan va aka-ukalarimdan bu videoni inshaalloh maksimal men qo'llab-quvvatlashlaringizni, sizlarning yuraklaringizga, men ishonchlaringizga ana shunday qolishni xohlayman. Hammalaringizga rahmat sizlar. Men xalqimdan, prezidentimdan, rahbariyatdan iltimos qilib qolamanki, o'sha uy qamog'iga, o'sha kuchga qoldirishlaringizni xohlayman. Farzandlarimni yoniga bo'lib, ularga dalda bo'lib, O'zbekistonimga, farzandlariga o'rnak bo'lish uchun bayroqlarni yuqoriga ko'tarishga, ko'rib mendan motivatsiya olishga, harakat qilishga yordam beraman va sizdan shuni iltimos qilib qolaman. Rahmat sizlarga.